Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kunning muhim yangilik va hodisalarini kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib, video ostida like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Isroil hujumlari oqibatida halok bo'lganlar soni 294 kishiga yetdi. Mingdan ortiq kishi yaralangan. Livan Sog'liqni saqlash vazirligi, shuningdek, ommaviy axborot vositalari zarbalar aks etgan kadrlarni e'lon qilishda davom etmoqda. Ushbu tasvir taxminlarga ko'ra Livan janubida suratga olingan. Hamda Dubay aeroportiga ham dron hujumi amalga oshirildi. Bu safar havo hujumidan mudofaa tizimi a'lo darajada ishlagani aytilmoqda. Pentagon B-52 bombardimonchi samolyoti aks etgan videoni e'lon qildi. B-52 ishtirok etgan bu hech qachon halol jang bo'lmaydi deb yozgan idora. Ozarbayjon o'z fuqarolarini Fors ko'rfazdagi mamlakatlardan evakuatsiya qilmoqda. Mintaqada davom etayotgan harbiy keskinlik fonida Ozarbayjonning yaqin sharqdagi diplomatik vakolatxonalariga evakuatsiya qilishini so'rab mingga yaqin Ozarbayjon fuqarosi murojaat qilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, evakuatsiya uchun quyidagi mamlakatlardan arizalar kelib tushgan: Birlashgan Arab Amirligidan 490 kishi, Saudiya Arabistonidan 220 kishi, Qatardan 200 kishi, Bahrayn 23 kishi, Kuvaytdan 26 kishi ariza qoldirgan.